Videodan oldin bitta like bosib qo'yishinglarni va daraxt qidirib yurgan tanishlar tez yuborib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Aziz do'stlar, bizani Botanicus bog'imizda qanaqa daraxtlarni uchratishinglar mumkin? Kelinglar bitta kichkina obzor qilib o'tib ketamiz. Hamma bog' markazida pitomniklarda bor, albatta Magnolia Veshin-Zeleniy. Magnolia Veshin-Zeleniy shtamp ko'rinishda, idealniy shtampda albatta ko'rishinglar mumkin. Kronasini ko'rishinglar mumkin. Juda ham zo'r sifatda yetib keldi. Bu yangi mahsulotlarimizdan. Undan tashqari klyon polyevoy, ya'ni o'sha bizning iqlimimizga Toshkent, ya'ni shahar demak ifloslanishiga qarshi bemalol eksanglar bo'ladi. Zavod, fabrika любой narsani oldiga zo'r chidab beradigan klonlardan. Undan tashqari kashtan, albatta. Bu aynan kashtan daraxtimiz, qizil gullaydigan kashtanimiz. Gullarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham yirik bo'ladi. Albatta kashtan daraxti tez o'sib, mana mamtiga bitta gullarini ko'rsatib o'tgan. Juda ham idealniy bo'lgan. Вообще zo'r bu kashtan. Kelib xarid qilib olsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli qizil akrasda bo'ladi. Undan tashqari lipa, albatta hozir mana lipalarni gullash periodiga kelyapmiz. Yaqinda o'sha lipoviy myod juda ham chiroyli, aromatli bo'lib hid berishni boshlaydi. Lipa daraxtlarimiz undan tashqari bor. Ular ham albatta shtamp ko'rinishda. Deyarli 80-90% mahsulotimiz aynan shtamp ko'rinishda bo'ladi. Chunki bizda quyosh aktivniy tepadan juda ham qizdiradi, yondiradi. O'shandan himoyalanishimiz shart. Va kichkina kustaliklarni ham himoya qilishimiz обязательно. Undan tashqari shtampdagi beryozalarni ko'rishinglar mumkin. Undan tashqari ginka biloba, mana baland shtamp xohlamaydiganlar uchun mana kichkinagina shtamp juda ham yaxshi yechim. Ginka biloba bu plakuchi demak varianti, kuz faslida ajoyib o'zini yorqin sapsariq ottyenkasiga ega bo'ladigan daraxt. Undan tashqari lola daraxtlarimiz, marhamat. Lola daraxtlari уже gullashni boshladi. Mana bu narsalari hammasi gul bo'ladi mana. Mana bular gul hammasi juda ham chiroyli gullaydi. Stvoli unaqa qalin bo'lmasa ham, lekin уже gullash yoshiga yetib kelgan lola daraxtlarimiz bor. Ilix. Qara cho'tki turibdi. Undan tashqari bizning ustozimiz Ali aka, albatta eng kuchli spetsialistlardan.